Aka, o'zi mana qayoqqa olib kelyapsiz? Ukam Toshkentdagi eng legendarniy ustalardan bittasini oldik ikkovimiz. Hozir o'zingni qiziqtirgan hamma savollaringga shu yerda javob topib ketasan, xudo xolisa. Yur. Bo'ldi, aka. Mana men senga aytgan legendarniy insonim shular bo'ladi. Nusrat akam. Nusrat aka, hormang, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Ishlar bo'lyapti, nimaga o'zinglar? Charchamasdan. Oka, mana shu bolani bir aytishgani, sizga beradigan savollar bor ekan. Mayli, bemalol. Haddi shu dushevniy, izolat bo'lmasdan bemalol berasan savollaringni. Aka, tuzumsiz. Rahmat. Charchamayapsizmi? Nimaga Savollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Endi sizni oldin biz faqat Nusrat degan ismingizni eshitganmiz, o'zingizni ko'rmaganmiz. Endi eski. Ko'rmasdan, muxlissiz Eski bo'lgan. paytdan ishlaymanda Ha, o'shanda. ko'rmasdan muxlissiz bo'lganmiz. Oldindan ishlagan ustalarni, legendarniy ustalarni odamlar mana ko'rsin, xalq ko'rsin, bilsin. Kimlar bor, kimlar ishlagan degan narsani yangi kontent qilyapmiz aka. Xudo xolasa aka, yordam berasiz endi o'zingiz ozgina. Gap bo'lishi emas. Bu sohaga kirganingizga qancha bo'ldi aka? Bitta 2001-yildanmi? 2001-yildan beri 2001-yildan. tayyorlovchi sohasida. Mana shunaqa. 2001dan beri shu ish bilan shug'ullanaman. Aka, sizni ustozingizni o'ris odam bo'lganini eshitganmiz. O'zbek bo'lgan, o'zbek ukam. O'zbek bo'lgan. Ha, Komololli odam bo'lgan. Rahmatli o'tib ketdilar. Nusrat aka, misol eng qimmat qilgan mashinangiz qaysi bo'lgan? Mana shu shaharda nima Rolls Royce'mi, Range Rover'mi, Gelik'mi hammasini qildik, xudo xolisa. Hammasini qilib ko'rdim. Eng qimmat pulchi aka, ish haqqi misol, mehnat. Bitta klientimdan 7000 oldim. Undan keyin bunaqasi hali takrorlanmadi. Shu paytgacha nechta shogird chiqargansiz aka? 2001-yildan beri 100 tadan oshib ketdi. Hammasini misol. Hammasi kelib, hunarini o'rgatib, cho'tka qilib, nima bilasan, hammasini o'rgatgan, hammasiga. Ipidan iynasigacha. Endi bilasiz-ku, shu o'rgatgan narsangiz bo'yicha ketsa, savobi ham sizga tegib turadi. Bo'ldimi ukam, o'zingni qiziqtirgan hamma savollaringga javob oldingmi? Okalar, sizlar ham agar Nusrat akamga qanaqadir beradigan savollaringiz bo'lsa, qiziqtiradigan, bemalol kommentariyga yozsanglar, Nusrat akam o'zlari baholi qudrat javob berishga harakat qiladilar, xudo xolisa. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.